Hurmatli guruhdoshlar, ovimiz tugadi. O'z nihoyasiga yetdi. Hozir rezultatlarni ko'rsataman. 4 soat o'tirdik. Mana shu bo'ldi. Yaxshi, yomon emas. Zo'r. Hammasi karas. Bitta ham sazan urmadi. Xo'sh, bugun 15 mart. Jarayonlarda hozir ko'rasizlar, choy poylar damlab, achchiq choydan yonboshlab o'tirib olaverasizlar. Farruxjon ham yig'ishtirdi. Sadoga cho'kib ketgan. Ovdagilarga omad. Yes. Qani? Kimdir rosa telefon qilyapti-da. Voy, oxir 70 0777. Syomka bo'lyapti-yu, hozir olsam qoladi shu bilan. Kim ekan endi? Men montaj qilishni bilmayman, shunday olaman, tashlab yuraveraman. To'g'ri. Menga bitta rejissyor, bitta sekretar kerak o'zi. Ha, hozir mana qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Polvon akam ham şeyda mana otdi mana bombani. Men videoga olmang. Olib qo'ying, qo'l ko'taring. Sana 4 ta samsani yetkazgan aka shumi? Ha. Ketdi mana poplok 4. Ana. Rezultatlar faqat karas bo'lyapti. Sazan yo'q paka. 1 soat bo'ldi kelganimizga. Poploshni bittalik ko'rchiman. Tosh. Qochib qoldi. Mana poplok tortyapti mana. Tort. Karas. Men. Maydamikin? Farruxjonga ham yem chachib bering. Qayerqa?
Ana boturog'im chiqardim. Yemni sochib o'tiribman. O, do'nkani uryapti. Oh. Fiderni prikorimkadan foydalanyapmiz. Bitta chiqardim mana karas. Voh, ko'p. Karasmikan, sazanmikan? Git. Yes. Hoca aka birorta sazan jo'natib yuboring. 1,5 kiloligidan. Yem tashladim, puzurik chiqib ketdi. Poplik tortyapti, mana ketdi. Mana ketdi. Ketdi poplik. Ana. Ketdi. Yes, o'zi bak oqmay qarshisi duryapti. Torting, o'tir. Yana ozgina. Ay. Yih. Aytdimki, ozgina. Ko'rdingizmi, yamayib ketdi. Tortuvdim bu tomonga qarab urdi-da, o'tdi tagiga. Men o'zim ham ko'rdim. Men qarab tagiga qarab urib yubordi. Yani ozgina bor edi-da, uchidan ushlab ketyapti-da. Haligi tortuvdim. Mana shunday sazanda. Rahmatlik. Ko'rdingmi deb qo'yadi. Qochirib yubormang deb, qochmaydi. Kurchugim katta etdi. Besh qimirlatib ozgina sudraganda ko'taraman buni. Ya ozgina qo'yib berish kerak ekanda men boya sal ertaroq tortib qo'ydim. Mana ketyapti. Ketdi. 1, 2, 3. Ana ko'rdingizmi? Ozgina. Asali chiqdi-yu. Yeriga chiqdi. Bir tortsa menikidan tortsa, siznikidan. Voy, bittasi rosa telefon qilyapti. Voy. Mana shu fiderni prikorimga ancha mayin bo'ladi, sochilishi ham yaxshi bo'ladi. Poplikni ustiga kam sepib o'tiraveradi. Rezultat yaxshiroq bo'laveradi. Ko'p sepsangiz to'yib qoladi zibirusta baliq. Kam. Bir nos chekim 10 minut, 15 minutda shunaqa sepilib turaveradi. O, polidonkani uryapti. 90.02 rosa telefon qilyapti. To'g'ri tushunar-a? Syomka to'xtab qoladi.
Oh. Aytyapman, qaysi poplotga tikilib tursam, o'shani tortyapti meni. Tortyapti. Tort janavar, tort. Oh. Mana karast udor. Aka. Mana bir ko'rsatib qo'ying. Bir soatlik natija. 1 soat bo'ldi, yo ochdimi kelganmiz. Hurmatli gulpadoshlar. Mana karast udorlar chiqyapti. Hali sazan yo'q lekin. Hozir syomkani o'chirib turamiz. Juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Xo'sh, keyin rezultatlarni tashlaymiz. Bugun nechi, Hoji aka? Salom aytib qo'ying gruppaga. Assalomu alaykum. Haqli gruppa. Bugun necha tutamiz o'zi haqiqatdan? Bilmayman, nima tutdi. 16 mart 2026 yil. 15 ekan. 15 mikan? 16 ham bo'ladi. Syomkani ertaga tashlab yuboraveramiz. Ajrashdik dedi. Kecha tushunmovchilik bo'libdi. Juda ko'p adashaman. U baliq chislon qayda ishga bormasak, maktabga bormasak. Mana. Qanday do'stim? Mayli bu do'st ko'rmay desam, erta kelib olgan ekansiz-da? Ya shu yerda yotdingizmi? Oo, mana do'nkani uryapti, ko'rdingizmi? Ana. Aytjanlar. O yemni oldingizga borib chachib oling, tayyorlab. Faqat mana bunday chaching, qarang. Top qilib qo'ymangda bir joyga, nomiga. Mana nomiga yomg'ir mana. Shu oqib sal bunday chachingda mana o'zi ko'ryapsizmi, cho'kyapti. Endi bunday boradi hozir o'sha. O'ziga chotsangiz, u polvon akamning yoniga borib qoladi. Ozgina oqqim borda, shuni hisobini olasiz. O'sha hozir kurchuk pastiga tushyapti. Ha, o'sha suvga tayyorlang. Tortyapti. Oh! Sal ertaroq tortib qo'ydim. Tort janavar. Tort. Akangman, akang. Ye, sazan ekan. Ko'rdingizmi? Sazan birinchi marta urdi bugun. Shu o'chirgim kelmayapti videoni, endi qo'ng'iroqlar bo'lyapti, endi nima qilamiz? Sazan? Ana Farruxjonga ham kelsin. Hayotda men tomonga seplayapti. O'zagi tomonga. Faqat qog'ozbozlik bo'lyapti. Yo, sizga ham tushyapti. Oqqizib, bu yoqqa olib ketib qolyapti. Men nariyoqqa tashlashim kerak edi uning uchun. Ha, tashlashimga urdi. Oho. Voy, janavar, akangman, akang. Mazzami bizga? Mazzami? Bittalik kurchuk. Syomkani shu yerda to'xtatamiz. O'zim ham to'xtatib kelgan yo'q. Qo'ng'iroqlar bo'lyapti, javob berib olaylik. Shu tugamasa-da syomka. Tomosha qilib o'tiraversangiz. Qamishlar ichida o'tiribmiz mana, xudo xolasa. Inshaalloh yaxshi, yomon emas. Keyingi natijalarimizni yana nasib bo'lsa tashlab boramiz inshaalloh. Ovdagilarga omad. Ketishda mo'jiz rezultatlarni ham tashlaymiz. Yaxshi, yomon emas. Allohga shukr. Men siz tomondan olyapman, qarang. Siz men tomondan olyapsiz. Qoyilmisiz? Yemni kuchida toza. Qarang. Nariga chekadan, qarang. Buni
ketdi, kichkina ketdi. Qaysi? Qara, mana uni. Puzirish chiqaryapti. Sazan. Sazan. Sazan karas ekan. Ana. Vayt. O, nargis tomondan uryapti ana bu do'nkan. Yo'q, o chiqarasiz. Boshqalarga ham naborot alin bo'ladi. Shoshib ketadi. Tezroq yetib borsam deb. Puziri chiqyapti mana edi. Ikkala paplok to'g'risi. Puziri chiqarib yubordi. Paplokdagidan ko'rdingizmi? Qizildi. Barini to'plab oldikmi deyman deb qarasa. Oy, ketdi. Tort. Onqara ketyapti. Ko'rinyapti paplok. Ana qimirlatyapti. Ana Farruxjon baliq shu zerikib ketibdi. Mana shu paplokda puziri chiqyapti. Yerga tegib yuribdimi deyman. O'rtada oyni uryapti Farruxjon sizga. Buningizni ham tortib ketyapti uni. Bo'ldi, aytib qo'ygan. Qoyil. Tortjanlar. Yes. Johnny. Ana. Vahşi. Maydasini siz ushab qo'yyapsiz-da. Menga qolgizmayapsiz. Ko'rdingizmi? Yam olib ketib yubordimi? Ana, oxirgi yem. Bunu qarang, mayda qora baliqlar ham yuribdi. Hoji akamga berib yubordim, hozir olib kelamiz qolgan bo'lsa. Qaysi? Ya shu joyiga cho'kan. Mana. Sal qattiqroq tayyorlayapman. O'sha paplogimizni esa tortatding. Voy. Ozgina qo'yib bering. Burchakka taqab qo'ydi shuni. Video ko'mabman men. Ana, esimdan chiqib qolyapti. Joningdan. Ikkala kurchakda ham nima qilyapti, ustoz? 20 tadan ko'p tushadi. Sizga hazlash 4 ta deb qo'yapti, xolos. 5-chisini ushladim, hoji aka. Ana. Aytaveradi Zafar bilan. Siz aniga yetib olguncha ushlaydi, qarab turing, joyingizga. Bunaqa montaj? Buni uryapti asnamda mana. Oldindan rejalashtirilgan plan. Yerda turibdi. Ikkovi ham pastmenik. Yo'q, munimga yaxshi uryapti. Mana montaj, ko'rdingizmi? Hozirdan nima deymiz, zibroslar. Mana tosh tepasiga bitta qo'yib qo'ying. Bab u ham nagruska naqaga tushyapti. Paplokka. Tortganda qarab turing. 5 minut o'tirib turing-da. Bunga o'xshab montaj qilgansizda, bitta pastasi tepada. Ha. O'shani bittasini tepaga chiqarib qo'ying, tepani uryapti. Birinchi pastni uryapti turdi boya, ertalab. To'xtab qoldi-da, pastiki. Endi faqat tepani uryapti.
erinsangiz sayozroq qiling bir qarshi tushuning topib. Mana bu montaj ham mana ko'ryapsizmi? Toshdan 30 santimetr tepada turibdi. Chuqurroq bo'lsa pastdagini oladi. Ha, tashlashingiz, ana o'rni urishni boshladi. Ha, hozir tashladimi? Qarab turing yana. Hoji akam devonda bitta sazan chiqaraylik, tort. Qara sadan ko'tarsin. Paqirda balig'im. Ha, paqirda. To'ldirib sadokka to'kib kelyapti u uni. Biladi nima qilishdi. Hadi borib kelavermay. Sig'maganda. Suv olib kelvang dedim-da. To'rtta bo'lganda borib kelyapti. Shatir, shtur qilib. Hamma yo'g'ini aytib berasiz. Siz bilan urushga bormayman ekan. Suda desa, to'xtab turib, qamish deysiz. O'zi daraxt ustida deydi-ku. Oh. Ana ketdi. Zasip. Qamishda. Tortavering. Yo'q, qamishga ilib qoldi. Qaysi? Nima deyapsiz? Voh. Tursan qamishda turibdi-da. Ana. Joningda. Ha, ko'ryapsiz? Bu oldindan rejalashtirilgan. Oqib boradi. Plan B-da. Ro'parasiga o'tirib oldim. Maytda zo'r ishlaydi dedim-da, mana uni zatarlatda qo'ydim. Bilib qoldi Farahjon. G'ijimlab tashlab qo'ymaysiz, ozgina quruq ham bo'lsin-chi. Mana qarab turing, sochiladigan bo'lib qoldi. Qarab turing mana. Ana, ko'rdingizmi? Yomg'ir.